Yuvish mashinasida kirib bo'lgandan keyin kir mashinaning eshigini ochib qo'ygan yaxshimi yoki yopib qo'ygan yaxshimi? Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, ko'pchilik qiynayotgan savolga javob berishga harakat qilaman. Mashinasida kirib bo'lgandan keyin eshigini ochib qo'yish kerak bo'ladi. Bir ikkita sabablarini aytib o'taman. Ko'pchilik kommentariyada eshigini yopib qo'yish kerak, uni qilib qo'yish kerak. Baraban zaynab ketadi deganlar ham bo'pti. Baraban haqida ozgina ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, bu to'liq nirjoyga tashlangan bo'ladi. Hamma kir mashinaniki shu 15 yil, 20 yil uzoq yil mobaynida zanglamasdan ishlab berishga yordam beradi. Nimaga ochib qo'yish kerak desanglar, kir mashinasida kir yuvib bo'lgandan keyin kirlarni toza qilib chayadi, lekin kir mashinasining ichida ozgina atxot suvli, o'sha kirlar, parashoklar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Eshigini yopib qo'ysanglar, issiq suvda yuvganning hisobiga mana dimlanadi ichida. Kir mashinalarining ichida o'sha 2-3 yil ishlagandan keyin yomon hid kelishi boshlaydi. Shu yomon hid kelmasligi uchun har safar erimasdan mana kir yuvib bo'lgandan keyin bunaqa rezinkalarni, bunaqa joylarini yaxshilab tozalab qo'yish kerak. Aslida kirlar o'tda yig'iladi. Ochib qo'yishning sababi ichki sistemasi o'zini o'zi avtomatik shamolni quritadi. Agar yopib qo'yadigan bo'lsangiz, dimlanib uzoq yil mobaynida kir mashinasidan yomon неприятный hid chiqarishi boshlaydi. O'sha eshigini ochib qo'yganinglardan keyin yana bitta eslatmalarni aytib o'taman sizlarga. Har bir oyda bir marta 30 sirkada achiska baraban funksiyasi bo'ladi. Ya'ni o'zini o'zi tozalash. Mana hamtaga ozgina parashok solasizlar-da, mana shu funksiyaga qo'yib, kir mashinasining eshigini yopib, o'zini o'zi achiska qilib tozalayverasizlar. O'shanda kir mashinasining ichidan uzoq yil mobaynida hid kelmaydi. O'zi 30 sirka degan 15 kunda bir marta qilsanglar ham bo'ladi. Har 15 kunda, shu 10 kunda mana pastini ochib, mana hamta ko'rishingiz mumkin, filtri bo'ladi. Mana ishda mashina yechganinglardan keyin mana chiqadi tashqariga. Shularni ochib tozalab qo'ysanglar bo'ladi. Mana ishda hamma kirdan tushgan atxotlar, sochlar, mayda-chuyda narsalar shu yerda yig'ilgan bo'ladi hammasi. Agar sizlarni kir mashina bo'yicha qiynayotgan savolinglar bo'lsa, qanaqa brend bo'lishidan qat'iy nazar kommentariyaga yozib ketinglar. Agar qiziq savol bo'ladigan bo'lsa, shu savol haqida video chiqarishga harakat qilaman. Videomizni yo'qotib qo'ymasdan saqlanib qo'yinglar va hamma yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Bizning kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.